Mana bugun ot anjomlar do'konimizni ko'rsatib o'tamiz, aziz do'stlar. Ko'rib turganlaringizdek, bizning manzil Samarqand shahrida joylashgan. Otga kerakli barcha anjomlarimiz bor. Mana shu paylangan ot egarlari va otning oyog'iga zashitniklar, etiklar, etiklarimiz. Etiklarimiz narxi 850 ming so'm. Paylangan egar narxi 1,5 million so'm. Aziz do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin. Narxi 1,5 million so'm. Etik zashitniklar arzoni 150 ming. Plastmassalisi 250 ming so'm. Ko'rib turganlaringizdek, otning bo'yniga mana shunday galastiklarimiz ham bor. Va bu tomonda jugonlar va otning og'ziga so'ldiriqlar bor. Yem to'rvalarimiz bor. Narxi 100 ming so'm. 3 qavatli, 3 qavat materialdan tayyorlangan yem to'rva, yem xaltamiz. Ko'rib turganlaringizdek, mana egarlarimiz bor. Narxi 1,5 million so'mdan. Qirg'iz egarlarimiz narxi, qirg'iz egarlarimizning narxi 1,5 million so'm. Bizda qirg'iz egarlarini 2 million so'mlik variantlari ham bor. Aziz do'stlar, mana ko'rib turganlaringizdek, kumush juganlarimiz har xil. Kumush juganlarni mana 100 dollar, 750 ming so'mlik variantlari ham bor. Xo'p, endi bu tomonga o'tamiz. Otning ko'krak fartuglari, qamchinlar 150 ming so'm qamchinimiz. Otning ko'krak fartug 250 ming, mana shu turishi 250 ming so'm yozilmagan holida. Laqabini yozib bersak 350 ming so'm bo'ladi. Laqabini yozib berish xizmati bor. 350 ming so'mga yozib beramiz. Endi ko'rib turganlaringizdek ayil pushtonlarimiz. Aziz do'stlar, mana ayil pushtonlar. Ayil pushtonlarning narxi 80 ming so'mdan boshlab 180 ming so'mgacha bor. Mana ayil pushtonlarimiz. Kojini ayil pushtonlar bor. Endi bular narxi qimmatroq bo'ladi. Bular narxi 450 ming, 500 ming atrofida bo'ladi. Endi bu tomonda uzangilarimiz bor. Otning oyog'iga zashitnik nagapkalarimiz bor, aziz do'stlar. Chilgi jahaldiriqlar, baxmallisi bor, kojinisi bor. Rossiyskiy kiyigizdan tayyorlangan, oq kiyigizdan tayyorlangan rossiyskiy kiyigizli chilgi jahaldiriqlarimiz ham bor. Endi hozir mana aziz do'stlar, ko'rib turganlaringizdek, mana shu komplektimiz mana egari bilan sotiladi mana. Hozir mana egar, paylangan egar, aziz do'stlar. Ayil, pushton, chilgi jahaldiriq, jugan, mana jugani temiri sarig'idan, tortmasi, tortqi iplari va bitta yopinchiq. Mana yopinchiqni endi tanlaysizlar. Ranglari har xilidan qizil, ko'k, yashil, qora ranglari bor. Tagida bitta terlatma ham qo'shib beramiz. Xohlasangiz terlatma quloqli bo'ladi, xohlasangiz dumalog'idan bor mana. Rangi patsvet qora rangda. Komplekt yig'ib beraman, qora komplektimiz. Aziz do'stlar, qora komplektni narxi chiqadi 4,5 million so'm. Chiqadi 4,5 million so'mga normalniy komplekt qilib beraman. Yopig'idan boshlab mana ko'rib turganingizdek terlatmani o'zingiz tanlaysiz, xohlasangiz dumalog'idan, xohlasangiz mana shunday silikon komplekt qilib beraveraman. Qora narsalari bilan kamida 10 ta anjomi bo'ladi. 10 ta. Narxi 4,5 million so'mdan boshlanadi. Ko'pchilik so'raydi. Aka, egar bilan qancha komplekt kerak deydi. Egari bilan mana shu narxlarda qilib beraman. Yana telefonlashsanglar, variantlar tashab qo'yaman. Endi bu yerda savol tug'iladi. 4,5 million narxi baland. Hamma ham 4,5 millionga ola olmaydi. Keling, 3 millionlik variantimiz ham bor. Telefon qilib aloqaga chiqinglar. Kimga qanaqa variant kerak bo'lsa, egari bilan kerakmi, egarsiz kerakmi? Ko'pchilikni egari bo'ladi o'zida. Qolgan anjomlari yaroqsiz holga kelgan bo'lsa, egarsiz variantlarimiz ham bor. Ular arzonroq chiqadi. 2 million, 2,5 million atrofida egarsiz komplektlarni ham yig'ib beraveramiz mana shunday holda. Endi bu sifatli narsalar, aziz do'stlar. Ko'pchilik bizdan sifatini so'raydi. Sifati mana yopinchiqni ko'rsatib beraman. Mana hozir ochib beraman. Ko'rib turganlaringizdek,
yopinchiqni ichi tomoni, ichki tomoni, ichida astari bor, tagida mexi bor, mexni ustidan yana bir qavat qizil material qo'yilgan. Ko'rib turganlaringizdek ranglari har xil. Ko'k, vayenniy va yashil ranglari bor. Aziz do'stlar, bizni kuzatishda davom eting. Ko'rsatmagan anjomimiz bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilinglar. Qo'ldan kelgancha tayyorlab beramiz.